eng yangi, eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Kilisler, koşulisler. Oy, otakılma. Teştikma. Özürüm teştik. Selametçilik. Teştik. Koşulu bastı. Rahmet. Sal aldıraştım. Ma'qulma. Kasla xinim kasla. Koşalamla. Qandaq yerda alala. Qaşlik kerak. Azan 16 yer. Ha, qarroq yerdan 2 kilo dersin. Ha, optan xinim, optan. Ha, mana. Nima? Pulni unutib qolibdimi? Kerak yo'q, hijolat bo'lmasa ketaversa. Voy bo'ldi, ketaversa. Asildaymi? Pulni so'mkam hisobgan edim. Bo'ldi deyman, ketaversa, hijolat bo'lmasa. Qachcha avtobusda o'g'rilib olgan o'xshaydi. Ay, hech qisi yo'q, nima dikkatni qilyaptilar? Sizni kunda mushulni o'tirgan tursizlar. Bir yer qichib ketamdilar. Ha, bo'ldi, iliversa. Pullarni aytib beraymi? Voy, hech gap yo'q. Bo'ldi. Ma'qulamisa. Hakasla. Xirida gap qoldi, chopsam ma'qul deydi. Rahmat. Hakasla, qo'shadilar. Azan 16 yan. Pah. Abdikin. Oy, yalnız o'ltirib, skrip pishib ketgan uni. Qandaroq ahvoli? Yomon emas, o'zingning ahvoli. Qani, o'ltir. Bola chaqalaring obdan turgandi. Yaxshi. Uyingizda pasam yo'q ekansan. Shunga cho'qinmush idora qorosda yolg'iz skrip pishib o'ltir deb kelsam, rostligidek bu yerda ekansan. Skripning alomat payzon vajib. Nima? Bir ishing bormi? Başqa ishmi yo'q. Ma yurtdan bir ishga mehmon kelgan. Ularni soat 4 da Güzel Hayat restoranida mehmon qiladiganga deyishib qo'ygan. Dutta tamburchinimi deb qo'ygandim degina. Shunga seni birga mehmon bo'lgach, skripchilib, tankash qilib pasgan deb izdab kelishim. Ular sen bilan birga o'tirsak deganda vaqtmi to'sha deb qoldi. Juda shu yerga boraman. Basamg'o bek yaxshi bo'ladi, adash. Biroq mening bek muhim ishim bor. Boramayman, kechirgin. Hey, har qancha muhim ishing bo'lsa-mu tashlab qo'ymamsan, ha? Al og'inlar birga jam bo'lib o'ltiraylik deyishyapmiz. İzdimisak yo'qolib ketsa. Adash,
Mening rostilla jiddiy ishim botdi. Boramayman. Ranjimagin. Hey, bana sebep ko'rsatmay jura. Hech bo'lmasa bir ikki pad skripsiya berasan. Meni zo'rlamagin. Men boramayman. Hey, Faridadan qo'rqotamsan ya. Bir Faridadan so'raymi ya? Nimaga qo'rqatdim? Haqiqatan muhim ishim bor. Xapo'magin. Hey, bir kavog'achqa bu yerda skripsiya o'ltirgansan. Texi muhim ishim bor deydi. Birasilen ko'rishdan kutib qo'yganmiding ya? Ha, adash. Yo'qolan gaplarni qilmag'ina. Rostilla muhim ishim bor. Bo'pti. Borsan meylemisa. Ey, Tosh, bu men Astagfirullah. Hey. Men texsini dadasının yanına ketdimikin dep o'ltiribdiman. Texchi mağmağınını qara. Nimandaq gap anglamaydigan bolasan. Odim ish quluplaqliq ekan. Shunga qaytib kelgandim. Xatma bolani. Hey. Oshir birdan saqlab tursan olmamdi. Nima deb qaytib kelsa? Bu chaqqa dadamga kelgandi. Bo'la chaqqan. Yana boramdiman opa. Dadam kelmay qolsa qandoq qilaman? Keladi bolam. Kelmay nega boratdi? Ishik deydi birdan saqlab tursan bo'lmadimi? Sirtda ishingiz bo'lsa ketavermamsiz. Men uyda o'ltiraversam bo'ladi-ku. Meni nimishqa dadamning yoniga haydaysiz? Dadang seni mangli tashlavatdi. Dadangning seni beqish majburiyati bor. Dadang sen amroq-ku. Dadangni ko'gash yana bir yarim kun turib kelmamsa. Dadam neydi menga amroq? O'tgani bo'lganda men tilladi. Canım qolsam. Gapimni anglagin. Mening hozir jiddiy ishim bor. Apangni bunda qaqshatma ma'qulmi? Bo'lmasa ikkimiz xapalashib qolamiz. Olayman bo'lma. Meni nimishqa uydan quvlaysiz opa? Menda zerikdingizmi? Meni yaxshi ko'rmamsiz? Vallahi men seni yaxshi ko'raman. Bugun gapimni anglagin ma'qulmi? Agar gapimni anglasang, sen nimani xohlasang shuni aytib berma. Bo'ladi bolam.
Yaxshimisiz? Kiring, qani kiring. Pa. Hürriyet. Bugün alamet çaraylı koyup gidipsiz cuma. Ha? Nädikini? Ko'zingizga shundoq ko'rinayotgan o'xshaymi? Rasta o demen Hürriyet. Her ketim siz bilen görüşkende benim uşunda hayacanga salsız emasmı? Sizge qarsamla ayallardaki haqiqiy güzellikni his qilaman. Pah, maqtab uchirib ketganini. Laylak bo'lib uchib ketmay yana. Hamish meni mushundaq maqtaysiz ablikim. Ammo men bir baxtsiz ayolman. Neymişki özünüzü bəxtsiz hesablaysiz. Mana yeninizde men bağu. Hozirgi zamonning erlariga ishongili bo'lamdi. Xolisi ko'nglim ochidi. Xolisi tashlab etdi shu. Hey Hürriyet, men boshqa erlarga o'xshamayman. Manga ishining. Men siz bilan tanishgandan keyinla hayotning haqiqiy go'zalligini, baxtning qadr-qimmatini cho'nqur his qilyapman. Xotirjam bo'ling. Men sizga hargiz vafosizlik qilmayman. Doim shundoq yolg'on yovdaq shirin shakar gaplarni yog'dirib etasiz. Ammo amaliyatingizni hech ko'ngil olmaydi. Nemiga aldiraysiz? Hamma ishning payti va qarang. Payti kelganda-chu ko'zlagan orzularimiz o'zligidan amalga oshadi. O chaqda bizga yangicha turmush quchoq ochadi. Xato dedimmi ya? Люби. Karadaydı, karadaydı, karamendayı. Dodo! Dodo! Ay, sen mi bu? Ben Dodo. Kaçak geldin balam? Boya kelgan. Dadam. Oy Dodo. Dadam hayat. Dadam işidi. Dadam oynaydı. Siz mas'ul qopsiz yiqilib ketmang Dodo.
Benim mesdatamsa balam. Benim mestime cinim balam. Yaxşı qozam. Dadang degan bir dadang. Ablikim, turing, ish kechikib qolsiz. Ablikim, akşam sizni shuncha saqladik. Ne ketdingiz? Yurtdan ikki og'ini bola chiqibdi ekan. Shular bilan o'ltirib ichishib qoldik. Akşam qandaq vaqtda keldingiz kim-tang? Men faqat duymabdiman. Tunugin tug'ilgan kuningizni o'tkazib beray deb birmuncha tayyorlik qilgan edim. Lekin siz kelmay, Shadiya ikkimizning ko'ngli bek yerim bo'ldi. Ha, rost. Tunugi mening tug'ilgan kunim emasmidi? Esimdan ko'tarilib qopti. Men baldiroq deb qo'ysangiz-chi? Sizni tuyuqsiz xo'sh qilib etay deb xabar qilmabdiman. Kecha yo'qib ketadiganingizni kim biladi? Voy, yosh bir yaga borganda tug'ilgan kunni o'tkazib nima qilatdiq? Bundan keyin bundaq ahmoqona ishni qilmang, ha? Tug'ilgan kunni o'tkazib berdingga, men ya kichik bola bo'lsam. Men ketdim, ha? Go'shtning pulini akagandim. Voy, nima qilyaptilar? Men sizga pul demagandan keyin yaldiroq sep qo'ysizlar. Shunda qilsizlar. Asıl deyman, ammo sil bo'lmaydi. O'zlarining haqqi tursa. Ay, meni uncha bola cho'pay ko'msil deyman. 2 kilo go'sht degan menga hech nima emas. Bundan keyin cho'pqa to'pasli bo'ladi, ha? Tunugim pul bo'lmagandan keyin go'shtni olmay ketay desam, janqib bo'ptiman. Asla pulni olmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa meni xijolat qilib qo'yinglar. Qiziq ekanlar. Asla. Ma'qulamsa xo'sh. Bu qiziq cho'kankina bu. Bo'pti. Bundan keyin go'sht lazım bo'lsa, pat kelib turarlar. Ma go'sht nechi pul? Ey, go'shtni nechi pulda sotding deyman? Stavkaslar. Go'shtlar. Va go'sht sotamsa ya? Men xaridor buni qaramsa, ha? Xafamizlar. Sizga o'pta yerni beray. Ha, janlara. Voy. Ablikimma. Ajabmi tez yig'inib ketibsiz-ku.
akşam techaman berib olgansiz. Qarang, yana bir sestraning jiddiy ish chiqib kelib tushdan keyin o'zim yolg'iz navbatchilik qilyapman. Yolg'izligimni bilyapsiz-da. Sizning o'tingiz pek yomonkan, Hurriyat. Sizni qanchalik yaxshi ko'rganligimni til bilan ifodalab berolmayman. Har minut sizni sevg'inaman. Ko'nglimdagi gaplarimni sizga degim keladi. Gaplaringiz yuragimni titrlatdi. Ta'sirlanib yig'lab ketmay yana. Rost aytaman, Hurriyat. Men sizni chin yuragimdan yaxshi ko'raman. Sizni har vaqt sevg'inaman. Sizning go'zal ruxsaringizdan faxrlanaman. Hayotimizning mangu xo'shal o'tishini orzu qilaman. Meni tushunganingizga, meni yaxshi ko'rganingizga rahmat, Ablik. Voy. Ablikim, sal turib ko'rishaylik. Bir bemorni okul tugatgan, almashtirib o'tib kiray. Eldan, men sana necha qitim tarbiya qildim. Nemishqa tirishmaysan? Nemishqa darslarga yetishamaysan deyman. Bunda qilsang, maktabda qanday o'qiy olaysan? Aytib baqa. Oilangda darslarni takror qilamsan, qilmamsan, ota-onang senga yordam qilamdi. Hay, gapimga nemishqa javob bermaysan? Senga zodi nima ta'sir qilyapti? Bugun rost gapim demaydigan bo'lsang, maktabdan ketmaysan. Nim bo'lding? Nimaga yig'laysan? Muallim, siz mening ahvolimni bilmaysiz. Nima gap bo'lsa menga degin Eldan. Men senga yordam qilaman. Muallim, mening yaxshi o'quvim bor. Ammo ota-onamning ishlari kallamga kirib olib, darslarni chekinib ketyapman. Ota-onang nim bo'ldi? Ota-onam ochishib ketgan. Qachon? 3 yilda bo'ldi. Sen hozir kimning uyida turyapsan? Opamning uyida turyapman. Bir necha oy bo'ldi. Tamlish kuni bo'lsa, opam meni dadamning uyida quvlaydigan bo'lib oldi. Dadamning uyida bo'lsam, faraq chiqmas, opam bilan kar olmaydi. Men sana yordam qilaman, Eldan. Yaxshi o'qigin. Ma'qulmi? Necha oy bo'ldi. Maoshingizni to'liq akrab yeringiz bormi? Men hozirgacha surishtirmagan edim. Bugun qopib, bir oylik maoshimni o'g'ri ilib oldi deysiz. Bizga turmush lozimmi, emasmi? Menga bu uyni tutish rostla ig'ir keldi, Abdukim. Qiziq gap bu. O'zim ter to'kib ishlab topgan maoshnimi yurakli xajlayammasam, uningga ega bo'lamsam, qanday jahon bo'lib ketdi bu? Men sizni xajlamang davatqinim yo'q. Lekin ma oilani o'ylashingiz kerak. Siz hadislar maoshingizni buzib chassangiz. Shodiyani qanday o'qitamiz? Ma uyni qanday cho'g'latamiz o'ylab beqma. Xapomga Farida. Buningdan keyin maoshimni to'liq sizga akirib beray. Bo'ladi. Undaq deganingiz bilan ma uyda unmay tugabdi. Uning ustiga ati mening qatorchiyim bor tursa, u yer 500 yuan opirman. Bu oyni qanday o'tkazamiz? Farida, heliq jur'at degan tuqquningizdan
Mungkin eptirsangiz bo'ladi-ku. Onunga o'zim qaytirib berman, ha? Ay, qaytib keldingizmi qizim? Apa qaytib keldim. Ne bo'ldingiz? Menga gap qilmaysiz-ku. Akşam bizni nimandaq saqladınız? Yerim keçilik saqladık. Mening tortiyim kelib, opam igili qo'ymadi. Mushu ishmiti? Bo'pti. Bugun ishkinglarni o'zim mehmon qilay, ha? Yaxshi. Anlatma ki her günce derdin hasretini. Anlatma ki her günce derdin hasretini. Düşündürme her günce kalbini yüreğini. Oynan. Kendisiyle beni tanımadılar. Tanıdım. Başta isimga alamay qaptım. Sizler dükkanımdan aldığı yoldan tolu ötüla. Uzak oldu, ben sizni tanıyman. Lekin isimlerini bilmaydigan men. İsmim Farida. Sizlar nima xizmat qilinglar? Men tarjimonlik qilaman. Ha, tarjimon sizlar. O'zlari tarjimonlik qilganlar-da. Shundoq tarjimonlik qilaman. Ha. Erlikcho. U mo bir idorada xizmat qiladi. Ha. Farida xonim. Sizlar oyda qanchalik maosh olasiz? Xeli yuqori maosh olaman. Erlikcho. Erimning maoshim yuqori. Degindir ekanmidi, ha? Mening o'ylig'im, men tijorat qilib az-to'la pul topdim. Kadr haq deganning oyda chiqadigan 2 tal maoshidan boshqa kirimi bo'lmaydi. Agar turmushda az-to'la hojatman bo'lib qolsa, men yordam qilay degandim. Pulni savob ishlarga ishlatmay nima qilamiz deydilar. Sizlarning xotin balları bordi. Bor desammi bo'ladi, yo'q desammi bo'ladi. Bu nima deganlari? Xotinim 2 yildak bo'ldi. Ko'krak rak bo'lib qoldi. Jiq davolatdim, saqaymadi. Doktormo saqaymaydi deydi. Shuning bilan ballarni ilib, yurtga apsini qishib ketdi. Ömrümün oxirini apsini yanada o'tkazib dedizlar. Shundaqmi? Pulni nayt jiq topdim. Mushu lekin pul deganni qijlaydigan yo'q desizlar. Ondaq bo'lsa pullarni maktabga, yetim bolalarga i'ona qilib bo'lmamdi. Sizlar qiziq ekanlar.
Tez topgan pulni maktabga yetim bolalarga iyon qilib sarangmi men? Uningdan sizlardek chiroyli qiz cho'kan qaysam yaxshi emasmi? Odig'imi chiqdi-da. Azapledim deb meni Sizlar bek chiroyli kelajimi? Yetkinimde kadrimge sen azapta kalırsan Tanışıp qalsaq go'shni bekor yeylar. Nima qilyaptilar? Men qiziqaman ekanlar. niyat bilan xafamisiz xinim. Meni xato o'ylab qoplar. Men sizni o'z ko'rib men bunday qilib qo'ygandim. Asta. Nima arla u? Deb bersam qiziq hikoya. Ha? Qaynidan ha? Amsa, xapamaysiz. Meni tillamaysiz. To'g'ri tushunsiz, ha? Hay, albatta to'g'ri tushunaman-da. Ha? Qaynidan. Bugungi qator joyda-chi bir qassob odam menga o'zicha nadi gaplarni qilyotdi. Shuning kulyapman. Ey, qatachoyga borma desam gapimni anglamaysan. Mana qatachoydan chatoq chiqamdi-ku, ha? Tek qassob bilan tepishibsan. Go'shni bekorga yey deganmisan? Ey, 10 xotin bir yer kelishsang, nima gap qilishyapsan, ha? Bir-biringning g'evitini qilishyapsan, toyilliq, ha? Falonchi bilayuzuk taqabdi. Yana birsi palto kiyibdi. Pokonchi oq oltindan uzuk taqabdi deyishdan boshqa nima gaplarni qilishyapti? Hammang erlaringni xijil qilishdan boshqani bilishmaysan. Mana mushundaq sababdan nurg'un yaxshi o'tayotgan ayollar ajrashib ketdi. Erlar bo'lsa vayron bo'lib ketdi. Sen mushundaq qatachoyga berib yurib, menimi vayron qilmoqchimi? Nomus qilmaydigan. Necha vaqtning yog'i bo'ldi qilinglar, bu qatachoyga bormanglar. Qatachoyga borganlarning oqibati yaxshi bo'lmaydi, ha? Qatachoyga nisbatan ba'zi kishilarning ko'z qarashi yaxshi emas desam, gapimni anglamading. Nadi gaplarni qilyapsiz? Mening pokligimni bilasiz-ku. Men tuz ko'nglim bilan bu gaplarni debdiman. Undaq ta'tirlik qilmang, oblikim. Men qasam ichib bersammi beray? Men bu ishimga kelguncha yomon yo'lda menga boqmadim. Sizga sodiq bo'lib keldim. Dadangning yanada 4-5 kun o'tiramapsa. Ya Allah, hamma jafolaring mangli tushyapti-ku sening. Dadangga aroq kashma bir kun beqbaq so'latdi seni. Mana bezirib tomay berib topshirig'ini ishla. Hey, sen gap qilyaptimi? Dadamning qishig'i bo'lsam, sening qishingga haydaydi. Sening qishingga kelsam, dadamning yini qo'llaysan. Sizlar meni nimishqa yaxshi ko'rmaysizlar, opa. Oldinglarda nima gunoh o'tkazib qo'ydim. Menga nimishqa xabar bersizlar. Sen ilgari mehribonding-ku. Nimishqa o'zgarib qolding? Menga nimishqa o'shib qolding? Men oldingda nima gunoh o'tkazib qo'ydim, dedim, opa. Meni bu uyda nimishqa turg'ilib qo'ymaysan. Sizlar ajrashmagan bo'lsanglar, men yetim bo'lmaydim. Hozirgidek haqlarning oldida bo'yin qisib yurmaydim. Maktabda bolalar meni tiladi. Muallim meni yaxshi o'qimading deb tiladi. Uyga kelsam sen tillaysan. Meni bundoq o'sh ko'radigan odam nimishqa meni tuqqandi. Nimishqa meni dadamga berib etmay, o'zim ib qoldim. Sen meni necha qatim dadamning yeniga majbur haydab ketding. Bo'lsam dadam yo'q. Necha soatlab dadamni saqladim. Qo'zoqlarim ichib chidayolmay qoldim. Dadam mesop kelganda qanday yig'lab ketganimni bilamsan. Men sizlarning balaqlarmi anasmi, oppa? Canım balam. Xato qildim.
Canım balam. Kazzap o'g'ri. Unda qilmagan. Men Go'shtni kam yedsin, ha? Men hargiz kam bermadim. Ukam meni qo'ygan. Unda qilmagan. Kazzap o'g'ri. 7 kilo go'shtdan 2 kilomi kam beramsa, ha? Apamni qani ko'rib, bo'zak ketibsan, ha? Bu o'g'ri. Qo'yib, kazzap. Tarazam buzilib qolgan o'xshaydi, bo'lmasa hargiz xato bo'lmaydi. Xapolmadim ukam. Yoqimni qo'yib ber. Men seni akangdek tutsam, sening ukam unda qilmagan. Men o'tinib qolay. Men hargiz kam bermadim, yoqimni qo'yib ber. Kam bermadim deyapsizlar yana. Bo'ldi. Kam bermadingmi? Kam bermadingmi deyman? Ha? Ukam unda qilmagan. Seni. Bu kazzap qizil ko'z. Qara seni. Hep to'xtatdi. Sana tetinmaydigan bo'lsam o'lishak. Hele bika. Hech ko'gligini ko'rsatma. Hele bika. Qara buni. Baqa qara. Çık ketme yana.
Oy, apa? Apa? Bo'lamayapman. Sizib ketyapman, apa? Tezroq kelsingiz-chi. Dedim, apa? Apa, tez kelsingiz-chi. Apa? Apa, ben bo'lamayapman. Ablekin, ikkimiz kutilmaganda tonuşup, mushundoq ayrılışıp qaldık. Ikkimizning munosabatini ayolıngiz bilib qolsa qandoq qilamiz? Men sizga dedim-ku, ansirmang deb. Yana nimadan qo'rqib yursiz? Mundaq deganingiz bilan bir kunlari ayolingiz munosabatimizni bilib qilib, meni rasvo qilib yetamdikin deb qo'rqaman. Gapingizga qarasam, bek sadoqatman ko'rinasiz. Ammo amaliyatingizni ko'rsatmayapsiz. Bir yil bo'ldi, ayolingiz bilan ajrashmadingiz. Ba'zida meni aldayotganmidi, ko'ngilni xo'sh qilish uchun men bilan aralashayotganmidi deb o'ylab ketaman. Bundaq o'ylasangiz meni tushunmagan bo'lasiz. Hurriyat. Rost gapni qilsam, siz bilan tanishishdan ilgari hayot menga ahamiyatsiz tuyuladi. Faqat siz bilan uchrashgandan keyinla haqiqiy baxtga erishgandek his qilyapman. Turmushning nimaligini endi bilyapman. Siz samimiyligingiz va go'zalligingiz bilan mening ko'zimni ochdingiz, o'lgan ruhimni uyg'otdingiz. Hayotimni, taqdirimni o'zgartdingiz. Men sizga tashna bo'laman. Men sizni sevishdik xiyollarimni mangu til bilan ifodalab bo'lolmayman. Men azroq fursat berib ma'qulmi? Tushuntirishning hojati qolmadi. Ayol kishi uchun bundan cho'nqur muhabbat bo'lmaydi. Eldan? 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 Nim bo'lding bolam? Bakli qizib ketibsan-ku. Sen nima ziyon qilgandi, a? To'xtab tur. Qizimni yondirgan o'qil salay. Darhol qizimning yanida. Qo'rqma bolam, a? Dadang degan haraqkash. Sen ziyon qilgan narsani berib og'ritib qo'ygan o'xshaydi. Yo'q, opa. Dadam menga ziyon qilgan narsalarni bermadi. O'zichila qizib qoldim. O'rnimdan turolmadim, opa. Siz yo'q, ben qo'rqib ketdim. Nima ish qo'rqsan, bolam? Unda qo'rqma. Bo'ldi. O'g'il bola bo'lgandikin tetikroq bo'l. Bir kun uyda bo'lmaganga bo'p ketganingni qara sening. Kechikib kelgan bo'lsam qanday qilatding? Qo'shnilarni chaqirishni bilmabsan. Degan o'zingiz sirtqa chiqma dedingiz-ku. Undaq demagandimi? Mijozim yo'q desam, hech nima bo'lmaysan. O'ynab tur deb gapimni anglamadingiz. Bo'ldi, bolam, yig'lama. Endi yaxshi bo'lib qolasan.
Dodo! Dodo! Voy, eldan bolam. Qo'sh! Dodo! Maktabga ketgansan da. Men tek seni yo'q o'xshaydi deb ketgili tas qapdiman. O'qishing qanaqroq? Yomon emas. Ajab meni maktabga izlab kelibsiz-ku, Dodo. İzdeymen balam. Seni izlemey, kimni izdeymen? Sen degen mening yürek parem tursan. Bu dünyada senden başka hiç nimem yok canım balam. Balam, aslida sana demişsen bolattı. Lekin amal bo'lmadi. Şuna oğlum boğan ki meni düşünüdü. Bana yardım kılıdı deb yanına izlep geldim. Nima işte, Dodo? Dana? Balam, yançığımda bir diyeme purkan edi. Tönegimden başlap ağzımga hiç narsa sanmadım. Bundaq yürüyemesem ölüp gitidi okşayman. Şuna alpağın dep azırak pul etpegen bolsa pul tapqanda çokum qaytırıp verirdim. Orak degen necisini içmeng dese unumadınız. İçip ahırma uş günge kaldınız. Nem boğanғы moşinçilik işçisiz. Siz menimi yetim kıldınız. Siz nemişki meni oylamaysiz. Özünüzün çınığı nemişki içiniz ağırmaydı. Valla meni bundaq ayıplayamigin. Nemişki şundaq bolup ağırlığımni özüm bilmeymen. Men sizlarni oldinglarda kechirgisiz gunoh qildim balam. Dodo, ne çıkardım opamga. Dadam bilen yenişivilim. Dadamni öyge ekilip olaylı. Dadam tügüşüp ketip dadam yalvardım. Lekin opam sizin haraketliğinizden korkup gidin koydu. Siz mi sersan, biz mi sersan bulduk. Dedim dada, siz nemişki oyganmaysiz, nemişki araqni taşlamaysiz, nemişki işlep yaxşırak gün geçirmeysiz dada. Oldu, gap qilma balam. Sening gaplarim menga eg'ir keldi. Beshimdek aylanib ketyapti da. Menga yordam qilgan jinim balam. Opam bergan 10 qo'y pul botdi. Sizga beray, tomoq apyam dada. Balam, opangga da azroq pul etmagan bo'lsa, men keyin ishlab cho'qim qaytirib etaman. Seni yaxshilig'ini hargiz unutib qolmayman jinim balam. Bu iştani opam uqsa, sizga texim o'chib ketadi. Pul berib turishga bo'lmaydi. Shunga o'zim boshqacha bir amal qilib qo'ydi da. Bak. Oblekim, xiyol surib o'tirib ketding-ku. Nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi, adash. Hey, Oblikimka, tushib ketishga bo'lmaydi. Bila tomoq yemiz deyishgan-ku. Ajabmi o'ylanib ketdingiz-ku, Oblikimka? Boshqa kunlari yesak bo'lmamdi. Hozir mening jiddiy ishim chiqib qolgandi. Ya bo'lmasa o'zinglar berib yaviringlar. Qiziqkansiz Oblekim aka, har qancha ishingiz bo'lsin tashlab qo'ysiz-da. Kollektiv faoliyatga qatnashmasangiz qanday bo'ladi? O'zingizni bilib qo'yib, bir qatam mehmon qilay demaysiz. Billa tomoq yeyli desa tex unmaysiz. Yo'q, singlim, mening rostla azroq ishim chiqib qolgan. Mo'sh kunlarda boshqacha sho'xlashib ketyapsiz. Hadimizga deb qo'ymayli yana. Sizlar bu
Ablikim. Mijazınız yok mu? Ha, yo'q. İdaradagilar bilan bir nima deyishib qoldingizmi? Salonumuzda 2020 yillik eng nodir Hindiston, Amerika, Koreya, Shangam kino filmlari, qiziqarli epizod va kuldirgi yumorlar yo'llanib ketyapti. Onun ustiga xizmat aldirashchiligi bilan sal charchab qoldim. Shunga idoradan bir haftalik ruxsat so'rab, yurtga berib kelaymikin deyman. Ota-onam qilib qoldi. Yurtga bormaganimga 2 yil bo'lib qopti. Shunga yurtga borg'ash, ota-onamni yo'qlab kelaymikin deyapti. Obdan o'ylabsiz, ablikim. Opam dadamlar haqiqatan qiyirib ketdi. Yelimi 2 yildan buyon bormay. Ularni tashlab ketdik. Damag'ash endi turib kelsangiz, ular xo'shib ketadi. To'g'ri. Dodo? Nim buldunuz Dodo? Nim buldunuz? Og'rib qoldingizmi? Keldim baba. Men qolib setdim. Ko'zlaringizga nim bo'ldi Dodo? Sizni birisi urdimi? Birisiga asrab qarz o'qiyotgan baba. Bu oqshom kelib Sen de çıktır böyle. Beni kattık vurvetti. Öldürüp koyuldu. Daslı kaldı bana. İşim bilen bekle. Bekle akırıp gidiyordu da bana. Dodo, sizga 300 koyuyor geldim. Ne yapayım Dodo? Bana bu ne geldi bana? Rahmet canım bana. Unuttum kalmadı bakalım. Bundan keyin haraq içmisinizlar, opam siz bilan yarışıp oladi. Haraq içmisiniz, haqqi qarzimaysiz Dodo. Men opamga yig'lab turib yolviraman. Meni ursinmi, tilasinmi, tizinib turib yolviraman Dodo. Dadam opamlarga bir narsa qilib beretdim. Ajab oldirib ketdingiz ablikim. Endi mashunda ikki qo'lingizni burningizga tiqib borasizmi? Hech qisi yo'q Farida. Bo'lmasa dadam opamlarga ozroq pul berib qo'yaman. Ular qayrganda kiyim-kechakni muvaydab ketmaydi da. Tuqqanlaringizning ballarchi. Ular qo'lingizga qarab qasqanda qilasiz. Yurtga borganda nahiya bozordan ozroq narsa ilib olaman. Unda qilsangiz nima bo'ladi? 2 yilda aram bir borganda satomisi yana. To'g'ri deysiz. Dada, bu momamdan ko'gilmami pilla baraman. Balam, buni va sizni opamay kelar qatim cho'qim opiraman, ma'qulmi? Daim aldaysiz. Ta'til bo'lgandan keyin menmi pilla borsam bo'lmamdi, dada. Balam, sizni birga ip borsam, opangiz uyda yolg'iz qolsa, qo'rqmamdi, ha? Ammo opam, siz uchimiz borsak bo'ladi-ku. Appa qizim, bu qatim siz qilib qiling. Kelar qatim men sizni cho'qim opiray. Gap anglang, ha? Ma'qulamsa, sizlar qilib qilinglar. Men mangdim. Xo'shamsa. Xo'sh, dada. Ah yo'l bo'lsin.
eng yangi, eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Mende yeni xapu adamsiz. Şu günü sizi sağıltıp koyalım için intayın hıcırman. İdaradakiler mi beni təmrikti qoy demez mi? Bu işlerini tılığa almasınız mı buldu? Bana lazım sizin sadakat melekiniz. Oylap baksam, biz söyleşip yürüyelim, bir yılın iş baktı. Arlıqda yaşırdığın, düşünüşmediğin işlerini kalmadı. Lekin neymiş qıdı bəzini özümün tanlığan yolumdan qoğup qaldı. Sizin ailenizin veyran qılıp etişki vicdanım çıdımaydı. Yani tırıpla kallamğa, sen mi bəxtli yaşa. Erişidiğanlık xoşallık boz bedel töle, her kız yaş döküp oldama degen xiyal kırıp aldı. Menin ruhi dünyarım aşındaq zidiyetlik bop ketdi abdik. Nemeden vazgeçip, nemege erişişini belki oylaydığım bop kaldı. Oylağan seri gangırıp kelavatdım. Aslında, mendek yaştaki ayallarının bir illik ailesi bolışı, bütün Esiyada ailesi ve baldırgı bağlanan bolışı gerek. Ama ben onda kılamadım. Erimin maraqkeşlik, poşanlığı tüpeydin, ailem meyrim oldu. Rasketini kılsam, ayal kişinin yaşaşkı ündeydiğinin, turmuşun azaplı kaynamlarını iştirip etdiğinin erkekken. Ondan mı dep ketmem hürriyet? Menin his kılışımca, nurgun ayallar erlerini düşenmeydi. Yoki ulanın düşünüşünü xalamaydı. Ulanın nemege muhtaç ekenligiga ko'ngil bo'lmaydi. Hatto ba'zilar o'z erlerini ko'proq pul tepishga qistaydi. Huquq tutishga qistaydi. Boshqalar bilan selishtirib, hamisha erini ayblaydi. Siz yaxshiroq o'ylab beqing. Ondaq er-xotinlar orasida qandaqmi kuyinish, muhabbat bo'lsin deysiz. Değil mi diyen güzel manzara? Nemi degen salqin, ha? Jira, ayağını bir qarab bakaylı. Yürü ola. Nen sen bek çıraylıqçıma. Nemi degen egiz tağla. Süpsüzük asman. Sap hava. Nənsəngi çıxmağınımğa 5-6 yıl bop qalğan. Yeşil qarğaylıqni, süpsüzük asmanını körüp, könglim yorub ketkendek boldy. Jürün, o taraflarını aylanıp geleyli. Feride. Oy, siz midiniz? Bu Avlikin kam kelgan telegram ekan to'q. Jiddiyda qiladi. Shuni ilib kelgan. Uy kiring. Bo'ldi, xo'sh. Uy kirib keting. Abla, asli menmi bir libosam bo'pti ekan. Opa,
chiroyingiz o'zgarib ketdi-ku. Nim bo'ldi? Mamangiz qattiq og'ir ekan, qizim. Umam? Ha. Qara. O tarafga qara. Nima degan go'zal, ha? Chu. Chu. Yaxshi. Totdim hamsa. Diqqat qiling, ha. Bu tarafga. Tatdim, ha? Bo'ldi. Men bundaq turibchi, ya. Bo'ling. Tatdimi? Şadiye kızım. Ben qaytib keldim. Farida. Şadiye kızım, ben qaytib keldim. Farida. Sizlarga nim bo'ldi? Şadiye man gap qilmayotdi-ku. Uyda bir ko'ngilsizlik ishi yuz berdimi? Telegramma kelgili qancha kun bo'ldi? 2 kun bo'ldi. Allah. Opamdan kesilib eg'irgan emasmi? Siz yurtqa borman deb chiqib ketgandingiz-ku. Men idoraning ozroq ishi chiqib qolib, shu yerga ketgan. Yurtqa bormaganligingiz ma'lum bo'lgandan keyin idorangiz bilan surishtirdim. Biroq idorangizdgilar sizni ruxsat so'ragan dedi. Nima tushurdingiz kinta? İzdeb surishtirmagan odamim oz qoldi. Texi e'lon beray deb turgandim. Men hozir yo'lga chiqay. Idoradagilar surishtirib qolsa, opasining kesil eg'irgan, tex qaytib kelmadi deb qo'yasiz. Eldan! Bekire! Eldan! Apa! Ne oldu apa? Sen öydün pul aldın mı? Yok, olmadı. Rastlarını etmemiz putkulunu çıkıp bitti mi? Bir haftadan bu yan ben dadamның yanında tursam, qandaqsıgı pulunuzni ağıdakman. Dadanın yanına veriştin burun aldın mı? Yok. Olmadı. Hey! Bu öyde sen bilen menden başka hiç kim bulmasa? Sen amısan pul ne gididi o? Qarab turib yolg'on so'zlayapsizmi? Rostdan da pulni ne ishlatding? Yeri baka bo'lmas ma'lumotga telefon urib deymi? Yo'q, opa. Ma'lumga demisiniz. Ma'lumga demang. Men amalsiz
Tilingni chaynamay rost gap qila. Rost gap qilsang, men seni hech nima qilmayman. Pulni men olgandim. Hey. Shuncha jiq pulni nega ishlatding? Nima mendan so'ramading? Biroz seni bo'zaq qildim ya. Rostingni ayt. Yo'q, opa, meni hech kim bo'zaq qilmadi. Pulni dadamga olib berdim. Nima? Nima deyapsan? Hey. Nima mening pulimni dadamga olib bersa? Opa, meni kechiring. Men ezgi ish qildim. Oldingizda kechirgisiz xudo qildim, opa. Men amalsiz dadamga olib berdim dedim, opa. Dadam och qopti. Bek bechora bo'lib qopti. Shunga dadamga olib bergandim, opa. Kim dadamni araqsin debdi? Kim oilasini vayron qilsin debdi? Kim qarziga bo'g'ilsin debdi? Dadam o'zigacha o'xshalmaydi. Nimishqa uning uydagi pulni olib bersa, nimishqa menga demaysa? Men amalsiz shunday qildim. Voy, bu nima ishdi? Kiyim-kechaklardan o'tchipning purg'i kelyotdi-ku. O'rmonliqda qo'nib qoldim-ya. Yo'q. Har qancha bo'lsin, u meni oldimaydi. Yaxshimisiz? Sirtingizni alamtıngiz. Mana. Bu bir tonuşlu ayolgu. Onu zaten nerede görgendim? Lekin qanday qilib u ayol bilan tanishib qolgandim? Canım abba. Yüzünü göremedim o canım abba. Bir ayıkı senin sözünü anlayamadım o canım abba. Ben neden oğlunu geçirgen canım abba. Abba, canım abba. Yüzünü göremedim o abba. Bir ayıkı yürek sözünü anlayamadım o canım abba. Mendek neden oğlunu geçirgen abba.
Canım abba. Mendek nadan oğlunu geçirgin abba. Siz ablikimni yaxshi ko'ramsiz? Nemishqa savolimga javob bermaysiz? Men ablikimning ayoli bo'laman. Bugun siz bilan mush ish to'g'riliq so'zlashga keldim. Men Ablikim degan odam tonimayman. Meni xato tanib qolgan o'xshaysiz. Tonimayman. Bir obdan erni yo'ldan chiqarib, endi tonimayman deysiz-ku. Bu nima? Bu suratdagi sizmi emasmi? Sirtqa chiqib paranglashaylik. Men bir baxtsiz ayol. 3-4 yildan buyon yakka yegona yashab kelyapman. Eringiz-chi? O iflosning gapini demaylik qo'ying. Aroqkashlik qilib, meni xo'rlig'ashga ajrashib ketgan. Undaqda ablikim bilan qanday qarashib qoldingiz? So'zlab kelsam gap to'la. 1 yilning oldida. Uning yo men bilan to'y qiladiganligini, yo bo'lmasa meni boshqa narsasiga aylantirib olganligini belgilab bo'lmaydi. Qancha qitim gapingizni ochiq qiling, mundaq so'rishib yursak, xalqi olam oldida sat bo'ladi deb yolg'irgan bo'lsam-mu, lekin u tugumas va'dalarni berib, meni ta bugungacha aldab keldi. İşiniz devam etti. Bu xatni o'ttiringlardagi munosabatni boshqalar bilamdi. Yaqindan buyon qo'shnilar ozgina sezib qolgandek turdi. Bu gapcha ablikim doim sizning uyingizga berib turdi ekanda. Men desam bo'la. Ish qilib u xop bo'lsin, xushal bo'lsin. Ichib tanishib qolsa meni izlab keladi. Dastlabda ansirdi. Keyin beshimga kelganini ko'raman deb yuraverdi. Siz qahni uyni buzsam qandoq bo'ladi deb o'ylamadingizmi?
Nemishqa o'ylamaydi deysiz. Men mush to'g'riliq. Ablikimga yolurdim. Biroq u sizdan ayirlanmayman deb meni saljidek chapishib oldi. Odam o'tir yoshga berib qolganda bundoq so'roqlik qilsa, bunga amal yo'q. Amal bor edi. Siz yomon yo'lda mangmaydigan bo'lsangiz, meni izlaydingiz. Shu chaqda obligimmi, sizmi gunohlik ishdan saqit bo'ladinglar. Gunohkor bo'ldinglar. Erdan ajrashib ketgan ayollarning tushunib berdi. Ularni haqiqiy muhabbatga, o'zini haqiqiy yaxshi ko'rdigan, tushundigan erga muhtoj. Bo'ldi. O'zingizni ancha pedazlab ketmang. Harmoni eri bilan birlashirgan odam meni qanchalik yaxshi bo'ladi. Unda xudak ketmang Farida. Men erimdan ajrashib, obligim bilan tanishqchi bo'lgan 5-6 yilda o'zimni vaqtib keldim. Nurg'un erlarning talabini rad qilgan. Keyin obligim bilan ayrılışib qoldim. Onun meni rostli yaxshi ko'rdiganligini, men tashna bo'layotgan narsani beradiganligini his qilgandan keyin bu yo'lni tanladim. Meni tushunishingizni umid qilaman, Farida. O'tiring. O'ylab baqsam, siz gunohsizda qilasiz. Menga yordam qiling, singlim. Men obligimni yaxshi ko'raman. Obligimmi meni yaxshi ko'rdi. Bizning oilamiz bir baxtli oila. Siz bizning oilamizning buzilishiga sababchi bo'lib qolmang. Men sizdan o'tinay. Bizning turmushimizga aralashmang. Ma'qulmi? Meni tushunganligingizga rahmat. Men 1 yilning oldidagi turmushimga qaytaman. Obligim bilan bo'lgan aloqamni bugundan boshlab uzaman. Bu hargizmi sizning oldingizda yolg'ondan deyotgan gap emas. Men rostlik ko'ngilning kayniga kirib ketibdim. Men bu uzukni Buni nima qilaman? Bu uzukni obligim yaqinda mening tug'ilgan kunimga atab sovg'a qilgan. Sizga qaytarib beray. Obligim sizga oltin uzuk sovg'a qildimi? Bir qatim maash va mukofot pullarimni idoradan kelgacha o'g'ri elib oldi degan edi. Aslida mush uzukni setib olibdi-kanda. Sizga bir talabim bor. Bu ishlarni hargiz obligimning yuziga solmasangiz. Bo'lmasa uning o'ziga demay, ya hayotini nobud qiladi. Yoki sizdan butunlay yuz o'rib ketadi. Agar bu ishlarni zada demsam bo'lmaydi deysangiz, 2 yildan keyin aytdim. O chaqda obligim ishimizning o'rtasidagi munosabat, hissiyot allaqachon o'lgan bo'ladi. Bo'ladigan ish bo'pti, singlim. Siz xotirjam bo'ling. Oilamni qo'g'dab qoladigan ish bo'lsa bu ishni hech kimga tinmayman. Men sening dadang-ku. Menga iching og'risin. Mushu birlik etim ma'qul degine. Yo'q, dada. Undaq qilmayman. Undaq iskishni bundan keyin hargiz qilmayman.
Bu yerden derhal keting, bo'lmasa opam kep qoladi. Balam, bana için ağrısın. Azrak olsun mu, acık bəgin bolamdı. Hamma yeringiz soqtirib, nimishqa ishlamaysiz? Nimishqa amgak qilmaysiz? Sizdan bezor bo'ldim dada. Sizga mushu mumkinmi? Qo'lingizga pul kirsa haraq ichsiz, mast bo'lasiz. Meni qilchimi o'ylab qo'ymaysiz? Boshqa bolalarning dadalari shundoq yaxshi ekan, bolalarga omroq ekan, bolalar kuyindi ekan. Siz-chu, men dada mehriga qiynib baqdimmi? Texi meni opangning yonida pul o'g'irlab chiqib padavyapsiz. Men sizdan nafratliman. Sizmi dadami? Davatkan gibini. Hepsini. Bo'ladigan ish bo'pti. Endi o'lganning keynidan o'lgili olmaydi ekan. Ko'nglingizni yerim qilmanglar. Menmi dadam tugab ketganda necha kungacha qo'ygan tutqanlarimni bilmay yurgandim. Keyin har qaysinglarning tasallisi bilan bu azobni unutib ketdim. Taş to'g'ri aytadi, sabr qilinglar. To'g'ri, sabr qilinglar. Esel kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimiga qo'shiling. Abicim örtür. Ornadı değme. Beni yerlemem lan. Abikimga nima bo'ldi? Sizlar uni nima qildinglar? Abicimning qarsi uçtuymiz deb, tutuni uçtib qo'g'ilib tas qoldik emasmi? Ben eşim bo'lmadim. Abicim örtür. Ağilla qani kirib oldiringlar. Bo'ldi qilinglar. Yana biri bo'ldi. Saq uyga kelib qo'ydik. Endi qaytaylik yuringlar. Maqnimsa xo'sh. Qo'shari ağilla. Ko'rishaylar. Yana bo'ldi kichimiz. Qo'shaymiz. Qo'sh. Meni ne gapirsa? Meni ağıllırım neketi deyman. Ağıllırım qani. Ağıllırımni ketkizib etdingmi? Xotin. Oblikim, nemishqa haraq ichidi? Sadi, nemishqa? Yıldan. Yürü adaş. Ko'nglingni hergiz yerim qilmag'in.
Men soň yordam qılaman. Bugün bizning uyga berip, birlikte topşırık işlaylı maqulmu? Gap qılmaysan go. Uyundaki işlarni oylab verip, konunu yerim qıgıça, apang ve dadangı jığlap yalvarsan olmamdı. Belkim bular yarışıp qala bu gitti. Hey, san acep təs oldu ha. Aslida ular sen oylab qoysa bo'latdi. Yaxshimisiz? Hurriyatni chaqirib o'tinglar. Turib turing, ha. Hurriyat, sizga telefon. Voy, Hurriyatmisiz? Voy, Hurriyat. Voy. Voy. opa, ish qo'ng'irg'i jiringib ketdi. Ishni ichib baqaymi? Jim o'ltirib tamog'ingni yegina. Biraz xato besib qolgan o'xshaydi. Qo'ng'iroq jiringlayotgani xeli bo'ldi. Men chiqib ishni ichib baqsam bo'lmamdi, opa. Eldan, ishikni ochma. O'ltirib tamog'ingni ye. Hurriyat ishni iching. Onda xirayimsizlik qilmang. Her qandaq gap bo'lsa, 100 tirani paranglashmamdiq. Siz zodi nima bo'ldingiz? Men sizga ahvolni tushundiray. Opa, o kishi kim? Jim o'ltirib tamog'ingni ye deyman. Hurriyat. Gapimni anglab ishni iching. Sizga zodi nima bo'ldi? Nemishqa o'zgarib qoldingiz? Keting oblikim, darhol keting. Qo'shnilar ko'zi sat bo'ladi. Meni oyang undoq qilmang. Uyda o'g'lim bor. Mening yuzimni qiling, jinim oblikim.
Hürriyet. To'xtab turing. To'xtang deyapman. Sizga zot nima bo'ldi? Men sizni to'xtang dedim. Opam qazo qilib ketib, men qorli xo'p yurdim. Shuni sizni izlayolmay qoldim. Mo'shiningga shuncha xop bo'lib ketamsiz? Yo'limni to'smang, Abdukim. So'ngkin qo'ydim. Eng yaxshisi biz bundan keyin aralashmaylik. Nima ishqa? Buning sababini deb beramayman. Ammo siz bilan yana heliqdek ahmoqona ishlarni qildim. Qaraganda pullar birsin tepyapsiz-da? Hürriyet. Men sizni yaxshi ko'rdigan tursam. Bundan keyin ayolingizni yaxshi ko'ring. Ayolingiz siz yaxshi ko'rishga arzigidek ayolkan. Bu nima deganingiz endi? Biz ayolini yaxshi ko'rmagan odam boshqa ayollarni chin dilidan so'yishini atayin deb o'ylayman. 1 yildan buyon siz meni aldadingiz. O'ttir yoshning qarasini olgan bizga o'xshash xotinlarning mundaq ahmoqona ishlarini Ochni o'ynayotganlar samonda ko'p qo'y. Undaqda siz meni oshnam deb o'ylab yuribsiz-da. Aldamchilikchik. Ağzını jum resva. Gapimizdan nima haddimizni ochdi? Aytdim, men aralashgan bo'lsa, bo'pti, men sen yoldirib o'tamayman. Sen buzuqlar, jamiyat ko'p qo'y. Vijdonsiz iflos. 1 yildan beri qilmagan yaxshi gaplarim, bermagan va'dalarim qolmadi. Bugungi kunda buzuqqa aylanib qoldim-da. Senin niyetingni yomonligini burun bilmabdikim. Sen qilgan aqidam, sen beg'ishlagan muhabbatim. Hürriyet to'xta. Men xato qildim. Meni kechiring. Abdukim,